Gollivud ma'lumki, Amerika kino sanoati poytaxti. O'z kelajagini bu sohada ko'rganlar tabiiyki Los Anjelesga intiladi. Bu shahar joylashgan Kaliforniya shtatida kino maktablari juda ko'p. Rejissyor va prodyuserlar tayyorlab beradi. Kaliforniya universitetida talabalar kino olishning motion capture nomli usulini o'rganadi. Rejissyor James Cameron 2009-yilgi Avatar filmida ana shundan foydalangan edi. Student Ivy Lin Xitoyning Shandong provinsiyasidan. U o'zi yaratgan filmini yakunlash arafasida. Madaniy farqlar, hissiyot va xitoycha taom haqida so'z boradi unda. Talaba qiz kasbiy hayotga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. I hope to do like Film prodyuseri yoki marketing bo'yicha ekspert bo'lmoqchi. Amerikada yoki Xitoyda. between the US and China. U kino mahsulotini tugatish uchun internetda pul jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Pekinlik kursdoshi Melinda Pan unga yordam berib yubordi. Melinda ham o'zining bitiruv ishini tugatib qolgan. Xitoy va Qo'shma Shtatlar anchagina filmlar ustida birga ishladi. Temir odam kartinasi bir misol. Ilmiy fantastik filmlar bugun boshqa janrlardan mashhur deydi u. Bunaqa kinoni suratga olish uchun yaxshigina texnik mahorat talab qilinadi. Xitoyda ham bozori chaqqon, o'zim melodrama muxlisiman deydi talaba. Melinda Panning filmi AQShdagi ko'chmas mulk savdogari va Xitoydagi xaridor o'rtasida tushunmovchilik haqida. Talaba prodyuser yoki rejissyor bo'lmoqchi, u yoki bu davlatda. Professor Bridget Murneyning aytishicha, kollejda bola raqamli texnologiyani puxta o'rganadi. Kaliforniya universiteti va qo'shni ta'lim maskanlariga chet eldan tobora ko'p talaba kelyapti. Televideniya va film olamining poytaxti qayer? Los Anjeles albatta. Xorijlik bolalarni jalb qilayotgan ham shu. Hindistonlik Nidin Patelni Kaliforniya universitetiga yetaklagan jihat aynan xalqaro studentlar serob ekani. Colleagues, your classmates, there is whole sort of, O'rtoqlarim, hamkasblarim, sinfdoshlarim butun dunyodan. Bilim olaman, har xil madaniyatlar bilan tanishaman, bo'sh vaqtimni mana shu odamlar bilan o'tkazaman. How do you do this? How that happens? Bu tajriba xalqaro kino sanoatida bemalol ishlab ketishim uchun kerak bo'ladi, deydi gujaratlik Nidin. Los Anjelesdan Mike O'Sullivan, Nasiba Tohir. Bugungi ko'rsatuvimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ko'rsatuv va yoritayotgan mavzularimiz yuzasidan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Eslatib o'taman, kundalik yangiliklar bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishib boring. Shuningdek, radio eshittirishlarimizda. Washingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.